Assalomu alaykum birodarlar, azizlarim. Musofirda yurgan jamiki O'zbekiston yigitlar, qizlar, bolalar, hammalarga salom. Qarang. Rossiyada yuraverganmiz, eshshak ishlab, vatanni yutib qo'yamiz, yo'q unutmaymiz. Xudo xolasa, vatanimiz tinch bo'lsin. Mana biz ham yuribmiz mana Kostroma oblastida bir katta burchagida panoramada ishlayapmiz mana. Yog'ochlar ko'ryapsizlar. Qarang, yashashni qarang. Yashash qarang, go'zal ekan, xonani qarang, chiroyligini. Vah, xonani qarang, go'zalligini. Voy, bunaqa chiroyli xonada kim yashagan, ha? Ofis ham bunaqa bo'lmaydi, ofis, ha? Ana bu skuterga prava chiqarganlarni ofisda qara. Ana shunaqa ofisda mana qarang, mana. Ha? Mana shunaqa joyda kim yashaydi, ha? Meni qishloqda uyimda itim ham bunaqa joyda yashamaydi. Rossiyada shunaqa joyda yashab yuribmizda. Ha? Bormi? Mana bizga o'sha yashab yurganda bormi? Bir yuragida ezilamizlar-da, ahvoli qarang, xalaterlik bor. Yebish hamma yoq bor. Lekin xonani ahvolini qara. Manaqa salafan tutishib yuborgan. Bardak. Lekin men ham bopladim. To'g'risi, ashim bopladim men ham. Rossiyada nima ahsen qilishaver dedim. Men sen O'zbekiston sog'om qolaman deb turib, bunday qildim. Qarang. Voy, mon qarang. Sog'inib qolaman deb O'zbekiston bayrog'i bo'lmasa men siqilib qolaman-da. Chunki bola chaqamni shu bayroqdan eslab turaman-da. Shu bayroq tursa, yurtim tinchligini bilib olaman. Mana bu gulini men ichkariga qo'yib olganman-da, bunday qilib mana. Mana. Ertaman turganimda ko'zimning oldida bayroq tursa, kimga yoqmaydi, ha? O'zbekistonni ko'rgandek bo'lib yuramiz-da. Rossiyadagi aka-ukalari, opa-singillar hammalarga alangali. Kostromadan Adin bitta salom-da, bitta salom. Omadlar bersin hammalarni. Musofir yurtdagilar hammalar omadlar bersin. Xudoyim o'z panohida asrasin sizlarni. Salomat bo'linglar. Chik hammalarga voh.